Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Jalaleddin Suyuti'ninki Halifeler Tarihi namlı kitabıdaki dersimizdeki devamında bugün Suyuti şundaq deydi, hem de Ebu Bakr Sıddıq'niki ba'zi bir Qur'onning ba'zi bir qism oyatlarini qanday tafsir qilgan va shundaqla Ebu Bakr Sıddıq'niki bir qism shu hukm, xutba, duolari qatorliq ahvolatlarni biz bayon qilib o'tmoqchi. Hamda birinchi qadamda biz Qur'oni Karimning bir qism oyatlariga qarta Abu Bakr Siddiq qanday tafsirlarni bergan dedi. Abul Qasim al-Baghavi Ibn Abi Mulaykada rivoyat qilishicha, Abu Bakr Siddiq bir oyatni so'rlabdi. Bu oyatning ma'nosi nima deb. Abu Bakr buning javobini berib, mundaq debdi. Men Allohning kitobida Alloh iroda qilmagan, maqsad qilmagan narsani deb solsam, qaysi osmon menga soya tashlasin, qaysi zemin men o'z qo'yniga olsin deb shunaq degan. Ya'ni men Allohning shu kitobida faqat Allohning rasuli ko'rsatgan yo'lni yoki shular degan gapni ham deyman, shu mazmunni asos qilaman. Bundan boshqa bir fikrga ketmayman demoqchimda. Abu Ubayd İbrahim ut-Taymiyda rivoyat qilishicha, bu kishi Abu Bakr Alloh taolaning va fakihatan va abba degan oyatda so'rilgan vaqtida mundaq degan ekan. Meni qaysi osmon soydasin menga? Ya'ni menga qaysi zemin meni ko'tarsin? Allohning kitobida men bilmagan narsani jo'ylab deb solsam, deb shunaqmi degan deydi. Endi bu shu naqadar Qur'onning tafsiriga qarta hamda o'z ra'yini demaydigan, bilmagan narsani demaydigan holatda mana ehtiyot qiladigan taqvodor edi demoqchimda. İmam Beyhaqi va ulardan boshqa kishilar Abu Bakrniki kalala degan nima degan bo'ldi deb so'ralgan. Kalala degan. Degan vaqtida Abu Bakr javob berib, men buningda o'zimning ko'z qarashimni deb baqay, agar to'g'ri bo'lsa Alloh tarafidan, xato bo'lib qolsa mendan va shaytondan. Bu kalala degan dadisiz, balasiz bir meyit, yani o'lib ketishini ko'z tutdi. Bir odam o'lib ketib, ya uning miras oladigan ya dadisi yo'q ekan, ya balasi yo'q ekan, mush kishi qartilgan. Buni kalala deymiz deb bunda tushundigan hamda. Umar roziyallohu anhu xalifa bo'lgan vaqtida Abu Bakrning degan bunday so'zni mening rad qilib, ya'ni uni qabul qilmasligidan hayo qilma deb Abu Bakrning bu so'zni yana ma'qullagan bu yerda. Abu Nuaym Hilyatul Awliya, yani Awliyalar Zinati nomli kitob ya. Shu kitobda Asvad ibn Hilaliydan rivoyat qilib mundaq deydi. Abu Bakr Siddiq o'zining do'stlariga, qarindoshlariga bir kun mundaq debdi. Tuvandagi ma'vo shikoyat haqida nima deysizlar? Bir bo'lak kishilar ular Rabbunalloh, Parvardigorimiz Alloh deb ondan ching turdi degan oyat bilan iymon etib, iymoniga zulmni aralashtirmagan kishilar degan bir sifat bor mu'minlarniki. Mush shikoyatga nima deysizlar deganki, ular bu istiqomu degan so'z gunoh qilmagan degan mazmunda, ya'ni ching turdi degan gap bu yerda gunoh qilmagan degan mazmunda. Iymoniga zulmni aralashtirmagan degan gap iymoniga bir xatolikni aralashtirib qo'ymagan degan mazmunda. Degan vaqtida Abu Bakr sizlar buni boshqa ma'noda javob berdinglar deb bundaq degan. Rabbunallohu summa istaqamu degan gap Allohdan boshqa yana bir boshqa hech bir ilohga moyil bo'lmagan degan gap. Va lam yalbisu bi imanahum bi zulmin degan gap iymoniga shirkni aralashtirmagan, kufr shirk aqidada yashamagan degan gap deb mandami tushundigan. İbn Jarir Tabari Amir ibn Sa'd al-Bajali'din bu kishi Abu Bakr Siddiqdan rivoyat qilib, Abu Bakr Siddiq lillazina ahsanul husna va ziyada degan oyatni sifatlab, yaxshi ishlarni qilganlar uchun go'zal bir mukofotlar va ya'ni oshirib undan boshqa, ya'ni go'zal, ya'ni undan boshqa mukofotlar va degan oyatni sifatlab, bu yerdagi ziyoda degan so'zni Allohning yuziga qarash deb bunda tafsirlagan. Yana Ibn Jarir ut-Tabari Abu Bakr Siddiqdan rivoyat qilib, Ibn Jarir ut-Tabari hamda shu olimlar ichida Hijriya 310-yil o'lib ketgan olim, tafsirda, tarixda nihoyat yetuk o'tgan Fars olimlarining biri. Bu kishining mashhur kitoblardan Tafsirut Tabari degan kitobi va undan boshqa Tarixur Rusul vel Muluk, Payg'ambarlar, podshohlar tarixi degan kitobi
bek vaznlik kitapları bilan meşhur bo'lgan adam. Hatta bütün bu tarixchilarning va shundaqla bütün bu tafsirchi olimlarniki ustozi hisoblanadi. Birinchi qo'l manbalik olim hisoblanadi. Bu Ibn Jarir at-Tabari ikki, bir Ibn Jarir at-Tabari mushu sunniy biz hozir da'vat qilamiz mushu sunniy mashhur olim. Yana bir Ibn Jarir at-Tabari bu Shia. Buni farqlantirish kerak. Allah Teala'nın innellezine qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Yani Perverdigarimiz Allah deb ondan şu yerda chin mustahkam turgan degan oyatda Abu Bakr Siddiq o'zining qarashini ifodalab mundaq degan. Kishilar shundaq deyishdi. Bu yerda kim shuning ustida o'lsa, ya'ni Rabbunalloh degan, mening Parvardigorim Allah degan kalima ustida o'lsa bu odam, ya'ni shu istiqom qilgan bo'ldi, ya'ni chin turgan bo'ldi deb buni mundaq sifatlagan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu fakat şu Ebu Bakr Sıddık'nınki bir kısım ayetlerine karta tefsir kılgan tefsirleri bunu huzuruna sunduk.